men o'zim ko'p guvoh bo'lganman. Misol uchun men turklar bilan juda ham yaxshi atnasheniya edaman, aka uka deymiz. Lekin ko'p o'zimizning o'zbek tadbirkorlar yeb qo'yadi. Qanaqa yeb qo'yadi? Boradi, mahsulotni olish, o'sha franshizani kelishishadi. Ular franshizani sotgandan keyin ko'pincha ularning ham savdosi bo'lish kerak-ku. Ular bu aytadiki, "Bo'ldi, senga beraman" deydi. Boshqa viloyatlarda, boshqa joylarga bermayman, faqat senda bo'ladi deydi. Vaholanki, imini franshizani olgan odam o'sha mahsulotni sotaman deganda, yonidagi qo'shnisi ham yoki yonidagi boshqa viloyatdagina ham o'sha narsani olib kelib sotishni boshlaydi. Narxida ta'sir qilishi mumkin. Baribir eksklyuzivni sota olmaydi. O'sha franshizada ko'pincha aldanib qoladi. Lekin bizda Kingsmanda bu Kingsman, boshqa bizning analogimiz yo'q. Bizga o'xshagan brend yo'q. Biz o'zimizning kolleksiyamizni o'zimiz sotamiz. Bizning kolleksiyamizni faqatgina to'g'risini aytaman, Abu Sahidagi optimchilar takrorlashi mumkin. Agar rasmini, videosini olib turib, borib o'sha arzonchiroq materialdan chiqazib turib, Abu Sahida sotishi mumkin. Bu ham sezonga ulgurmasa kerak. Ko'pincha ulgurmaydi. Baribir keyingi yilga chiqishi mumkin. Shu narsalar hozirgacha bo'lib turibdi.